Assalomu alaykum. Mana biz hozir Andijon viloyati Buloqboshi tumani hop Rivoj MFdagi 483-sonli konturdamiz. Bu konturimizga sarimsoq piyoz biriktirilgan. Konturimiz mikrokredit bankka biriktirilgan. Konturimizdamiz. Hop, jami maydoni 10 gektar konturimizni. Bu yerdagi ekinlarimiz taxminan 285 kun, 290 kun atrofida yetishtiriladi. Hozir ekinlar deyarli tayyor holatda. Mana ekinimiz maydonlari. Ushbu konturimiz jami 67 ta dehqonga bo'lingan, berilgan. O'rtacha 10, 15, 20 sotikdan berilgan. Bu yerga lider tadbirkorimiz biriktirilgan New Elegant tenchizi. Bu konturimizda har bir gektaridan taxminan 10 tonnadan chisnoy hosil olish, sarimsoq piyoz hosilini olishni kutyapmiz. Mana konturimiz maydonlari. Bu konturimiz uzunasi taxminan o'rtacha 400 metr uzun qisqa qiytiq joylar bilan birga hisoblaganimizda o'rtacha 400 metr uzunasi. Hop 255 metr eniga hisoblanadi uzunasi. Bu konturimizda har bir dehqonimiz hosillari yaxshi yetishtirilgani sababli hozir o'rtacha 29 million 30 milliondan daromad kutishyapti. Hozir har bitta dehqonimiz ekinlari mana yaxshi holatda yetishtirilgan, deyarli tayyor holatda bu konturimizdagi sarimsoq piyozimiz.